Biz hozir Toshkent viloyati Qibray tumani O'nqo'rg'on mahallasiga keldik. Azimboy akaning teplitsalariga. Bizni qadrdon dehqon, eskidan ishlab yurgan dehqonlarimizdan biri kelib shu ko'rishib salom alaykum ketgani keldi. Shu ekinlarimiz ekilgan, shu ekinlarni ko'rib ketgani keldi. Assalomu alaykum Azimboy aka. Alaykum assalom. Azimboy aka teplitsa sohasida necha yildan beri shug'ullanasiz? Xudo xolasa bir 10 yil, 15 yil bo'lib qoldi. Asosiy ekin turingiz qanaqa turlar, ekin turlaridan ekasiz? Ro'zvi, mana shu pomidorlarni ekamiz. Xudo xolasa yomon emas. Ikkita sezonga Ha, ekasiz. ikkita sezonga. ikkala Kuz, bo'lgan. bahorligi. Xudo xolasa yaxshi. Nima maqsadda ro'zvi ekasiz? Ro'zvi shu xalqimiz shu shirin mazasiga qiziqadi. Bu xalqimiz ham o'rgandi. Eksport. Ha, eksport bor. Rossiya, Qozog'iston, Yevropaga ham eksport qilinyapti. Tushunarli. Sizda qanaqa qiyinchiliklar mavjud mana shu issiqxonada? Bizda qiyinchiliklar, ozgina kasalliklar bo'lib turadi. Yani bahor paytida bo'lmaydi. Kuz paytlarida ozgina viruslar, mana bahor paytlarida havoni o'zi bilan ham o'zi rivojlanadi. Problem muammolar bo'lmaydi. Problem endi muammolar bo'ladi. Ularni tekshirtirib, shu seleksionerlarimiz bor, o'shalarga olib borib, kamomati bor, defitsiti bor o'tlarni qo'shib, to'g'irlab balansga keltiradi. shu sho'rlarini yuvib, yerlarni. Boshqa dehqonlarga nima maslahat berasiz? Boshqa dehqonlarga maslahatimiz endi shu yerlarga hozir ekilganimizdan sal buzilgan. Shu ekishlardan oldin yerlarni tekshirtirib, yaxshi o'g'itlarni berib, oziqalarni berishsa yomon bo'lmaydi ro'zi. Yeringiz ham ancha mayin ekan deb ko'rdi. Ancha ish berilgan. Mana shu anaqalarga ham dori berganmiz o'g'itlar. Tekshirtirib shu amofos yetishmovchilik bor elementlarni bergansiz. Elementlar berilgan. Yaxshi qilib haydanibdi, chiqarib ishlanibdi shunday. Ko'z tegmasa hosilingiz zo'r, barakasi bo'lsin. Dehqonchilikka aytamiz, ekib yaxshilab qarashsa yomon bo'lishmaydi. Qiyinchiligi bo'ladi hamma narsaning boshida. Rahmat. Rahmat. Alloh barakasini bersin. Rahmat.